85 ming so'mlik sertifikatga ega bo'lishni xohlaysizmi? Bu aynan Siberian Wellness mijozlari uchun atalgan. Assalomu alaykum, men ismim Shahnoz Alimjanovna. Men Siberian Wellness kompaniyasini liderlaridan biriman va sizlarga bugun Siberian Wellnessni, ya'ni Sibirskiy Zdoroviyani shunaqangi ajoyib aksiyasini yaratib qo'ydi sizlar uchun. Siz mijozlarni shunaqangi foyda bilan mahsulotlarni xarid qilishingiz uchun. Bu qanday ishlaydi? Birinchi navbatda siz mijoz sifatida o'zingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak va o'zingiz uchun 50 ballik mahsulot xarid qilasiz. Keyin esa siz xarid qilgan mahsulotlar esa atiga 50 ballni tashkil qilishi kerak. Xohlasangiz u 50 ballni bo'lib qilishingiz mumkin. Bir oy davomida xohlasangiz esa bitta qilib mahsulotni 50 ballik qilib xarid qilishingiz mumkin. 50 ballik xarid qiladigan mahsulotlar esa narxi примерно 400 ming yoki 350 ming. Xullas shu atrofda bo'lishi mumkin. Endi esa eng qiziq joyiga kelamiz, bu do'st taklif qilish. Siz mijoz sifatida ro'yxatdan o'tgan holda ham bemalol mijoz taklif qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni yaqinlaringizga, do'stingizga yoki dugonangizga yoki qon qarindoshlaringizga bizni kompaniyamizning ajoyib mahsulotlari, tabiiy mahsulotlari, kosmetikalari, parfyumlarini maqtab, ularni ham ro'yxatga olishingiz mumkin. Buni qanday qilasiz? O'zingizni profilingizdagi do'stni taklif qilish degan tugmani bosasiz va u insonga xoh Telegram yoki WhatsApp orqali jo'natib, u silka borganidan keyin sizni tanishingiz u silkani ustiga bosib, mana bunday ochiladi. Ochilgan referal havolada esa doimiy mijoz degan tugmasini bosib, o'zini to'liq ma'lumotlarini kirgizgan holda o'z ro'yxatdan o'tib oladi. Keyingi qiladigan jarayonimiz esa u ro'yxatdan o'tgandan keyin albatta u inson o'zi uchun sizga o'xshab 50 ballik yoki undan ortiq mahsulotlarni xarid qilishi mumkin. Buni xohlasin onlayn sayt orqali yoki bizni ilovamiz orqali qilsin yoki har bitta shaharlarimizda ham bizni magazinlarimiz bor, do'konlarimiz, Siberian Wellness filiallari, o'sha yerga borib, o'zini diskont raqamini, ya'ni ro'yxatdan o'tgangina raqamini, parolini aytmasdan, balkim faqatgina diskont raqamingizni aytib, o'zingizga mahsulotni dona qilib ham olsangiz bo'ladi. Sizni mijozingiz bir oyning ichida o'sha 50 ballni jamlashi kerak. Buni siz ham nazorat qilib turing, chunki yangi kelgan inson bu narsani yaxshi tushunmasligi mumkin. Keyingi oyda esa har bitta taklif qilgan insoningiz uchun sertifikatlaringiz ochiladi va bu sertifikatlarni shu ochilgan oyni o'zida ishlatishingiz kerak. Har bitta inson uchun, har bitta taklif qilgan insoningiz, ya'ni hamkoringiz uchun, mijozingiz uchun siz 85 ming so'm sertifikat olasiz. Endi tasavvur qiling, siz bu sertifikatga ega bo'lishingiz uchun mana bitta mijozni taklif qildingiz. Bundan tashqari esa siz yana ikkita taklif qilishingiz mumkin. Qarabsizki, 3 ta mijozni taklif qildingiz va bu 3 ta mijoz uchun har bittasi uchun siz 85 mingdan olganda 255 minglik mahsulotlarga sertifikatga ega bo'lishingiz mumkin. Qarang, ajoyib-a? Siz oyiga 50 ballik mahsulot xarid qilayotganingizda bu taxminan aytganimdek 400 minggacha boradi. Endi tasavvur qiling, siz 3 ta odamni taklif qildingiz. 255 minglik sertifikat bo'lsa, tasavvur qiling, yana ikkitasini taklif qiling, 5 ta bo'lsa, qarabsizki, sizni oladigan bir oydagi mahsulotlaringizni jami tekinga tushadi. Chunki siz sertifikat orqali mahsulotni xarid qilib olasiz xolos. Mana qanaqangi zo'r imkoniyatni kompaniyamiz yubiley yilida sizlar uchun beryapti. Hamda u taklif qilgan mijoz ham shu narsadan foydalanishi mumkin. Albatta bu narsani o'zingizni taklif qilgan mijozga ham siz olayotgan sertifikat haqida albatta maqtaning. U ham shu narsadan foydalansin. Bu sertifikat chiqqan oyda, mana, ya'ni siz o'tgan oy do'stlar taklif qildingiz, keyingi oyda sertifikatlar chiqib keldi va sertifikatdan обязательно oyning oxirigacha foydalanishingiz kerak bo'ladi. Shuni unutmang. Mana shunaqangi ajoyib yubiley oyida advent kalendari degan aksiyamiz bo'lyapti. Bundan обязательно foydalaninglar, chunki har bitta mijozimizni ham haqli shunaqangi sertifikatlarga ega bo'lishga. Xohlang siz 5 ta taklif qiling, xohlang 10 ta mijoz taklif qiling. Farqi yo'q, hammasi o'tadi va har bittasiga siz 85 mingdan sertifikat olishingiz mumkin. Qarabsizki, 850 ming bo'lib ketadi 10 tasiniki. Zo'r-ku, to'g'rimi? Mana shunaqa. Uning uchun o'zingiz ham mijoz sifatida bo'lishingiz kerak va siz taklif qilgan insonlar ham mijoz bo'lishi kerak. Endi esa sizga yana bir narsani aytay. Siz mijoz bo'lganingizdan keyin albatta siz doimiylik klubiga ham a'zo bo'lasiz. Shunaqangi zo'r aksiyada ham parallelni yo'l-yo'lakay qatnashishingiz mumkin bo'ladi, azizlarim.
Sizda agar hozir savollar tug'ilayotgan bo'lsa va ba'zi narsalarga tushunmayotgan bo'lsangiz, chunki boshingizni aylantirib oldim har xil aksiyalar bilan, shu yerda kommentariyga yozing yoki kontaktlarimni tagida qoldirdim. Albatta, men bilan bog'lanishingiz mumkin. Xoh telefon qiling yoki Telegramimga o'tishingiz, WhatsAppimga o'tishingiz mumkin bo'ladi va savolingizni bering. Hammasini batafsil tushuntirib qo'yaman. Siz bilan esa har doimgidek Shahnoz Alimjonovna bo'ldi, Siberian Wellness kompaniyasining liderlaridan biri. Endi esa keyingi zo'r yangiliklarni mana kutib qoling. Tez kunda chiqadi u ham, chunki bundan tashqari yana zo'r aksiyamiz bizda bo'lyapti. Tanishishga ulgurib qoling.